Har doim ham ChatGPTga qarab ishonib, prosta salomatliklaringni topshirib qo'ymanglar. Hozir javobini ko'ramiz. Tomir ichiga infuziya qilib diklofenakka jo'natishchi yozdik. Statsionar sharoitda vrach nazoratida qilsa bo'ladi deyapti. Tomirdan osma ukolda jo'natdim, kasal bo'lib qoldi deb yozdim. Jo'natamiz. Bu juda jiddiy holat deyapti. Avvalo ochiq aytaman, diklofenakni tomir ichiga noto'g'ri yuborish, ayniqsa tez yoki noto'g'ri tayyorlangan infuziya og'ir asoratlar, hatto o'limga olib kelishi mumkin deyapti. Lekin qaranglar, oldingi yozganida tomirdan kapelnisida jo'natsanglar bo'ladi deyapti. Yana miyasini qizitamiz buni. Yozyapman, mana sen jo'natsa bo'ladi deding va bemor o'ldi deyapman. Kasal o'lib qoldi desa, bunga farqi yo'q. Kasal o'ladimi, o'lmaydimi? Ochiq gap deyapman. Siz shifokorsiz va bunday holatda afsuski amaliyotda uchraydi deyapman. Odam o'lishi ChatGPTga bir tigillik qizig'i yo'q. Mana amaliyotda uchrab turadi, odam o'lib ketaveradi deyapti. Buni yengish uchun emotsional o'zingizni bosib oling. Dalil va protokollarga asoslanib o'zingiz oqlab oling deyapti. Bu holat mana ChatGPTga ishonib uyda odam o'ldirib qo'ydingiz. Mana ChatGPTning javobi. Так что ChatGPT bilan kasal davolanmaydi.